Nima bilan tugadi? O'lim bilan tugadi. Oxirida o'ldirdi bu xotinni. Bolasiga narsa olib bera olmas ekandi, lekin singlisiga telefon olib berish kerak ekan. Chunki bitta singlisi ekan, onasi o'rgatibdi. 150 tadan 50 ta qoldi. Qolgan 100 tasi biz to'g'ri kelmaymiz dedi. Bizani yoshlarni xotirasi Nimaganlar uchun haqorat qilyaptilar sizlarni? Qovurg'a egri bo'ladi Azamjon. Mumkin ha, men boqib olganman hamma farzandimni. Hozirgi zamon psixologlari oila mustahkam bo'lishi haqida xotinlarga qanday maslahat berganini bilasizmi? Yo'q. Oila mustahkam bo'lish uchun-chi? Nima to'g'risi gaplashyapsizlar, o'sinjonlar? Ota o'limidan oldin akaga yuzlanib iltimos qiladiki, meni ko'chada farzandim bor, shu ko'chadagi farzandim ko'chada qolyapti, onasiga kerak emas. Men hozir ularni ta'minotchisi bo'lib ushlab turganim uchun menda bola 6 yoshidan beri otada bo'lgan. Va u akasiga farzandimni ol degan. Keyin otani o'zi ham olamdan o'tgan. Ha. Bundan keyin nima bo'ldi? Ona aytdiki, "Osinglar olinglar, olmasanglar men yo bolalar uyiga, yo internatga topshiraman" dedi. O'sha norasmiy turmushdagi, ya'ni biologik onasi topshirmoqchi bo'ldi. Albatta. Wow, okay. Men nima uchun bu mavzuga qiziqdim? Negaki o'zimni oilamdan, o'zimni farzandlarimdan kelib chiqqan holda, o'zimni hayotimda bo'lgan bunaqa holatlar, bunaqa bolalar ko'pmanda. Shu farzandlikka olingan bolalarning ichida yurganim uchun menga juda ham qiziq bo'ldi. Befarq qaror oldingiz. Befarq qaror Bilaman, olmayman. sizning hayotingiz ham o'zgacha, ko'pchilikdan farq qiladi. Bu haqida ham gaplashamiz va o'zi umuman bugungi mavzuyimiz mana shu keysdan kelib chiqadigan kompleks, katta mavzu desa ham bo'ladi va u haqida gapirmasak bo'lmaydi. Boshlaymiz. Bilmadim, o'zini onasi voz kechyapti. Bu juda ham Shunaqami, o'zini onasi voz kechdi shunda. Yo, voz kechmoqda. Yo'q, voz kechmadilar. Bunaqa bo'ldi. Men voz kechmayman, lekin men tarbiyalamayman. Sabab moliyaviy, iqtisodiy va uy ta'minotim yo'q dedilar. Bola qanday ahvolda? Bola 10 yosh dedingizmi? 10 yosh. Bola juda ham tushkunli ahvolda. Kirganda kattalarga salom berishni ham bilmasdi. Ovqat yeyish madaniyati yo'q. Bolada och qolish sistemasi ishlamayotganini sezganim, meni kutib o'tiribdi. Men aytdim, bolam, xolodilnikda har narsa bor. Hamma narsa tayyorlab qo'yganman. Olib ye desam, yo'q dedi. Siz yo'qsiz men yemayman. Och qolding-ku. Qanaqa yotibsan desam, men och qolsam ham yotaveraman dedi. Men hayron O'rganib qoldim. ketganman. Ha. Qaynana qo'ymagani uchun bekinib ko'chada uchrashib yurishibdi. To'g'ri. Juda to'g'ri. Eri xotin yashamoqchi. Juda to'g'ri. Juda to'g'ri. Menda ham shunaqa holatlar bor. Nima deyapti? Feruza opa, bilasizmi, mana ajrim holatlarida asosiy zarbani afsuski farzandlar o'ziga oladi. Ular hali yosh, hali psixologik jihatdan kuchli bo'lmasligi mumkin. Bunday hayot zarbasiga tayyor emas va men tasavvur ham qila olmayman ular buni qanday yashab o'tadi. Endi ona tomondan qarasak, onalarni asosan nima majburlaydi? O'zini mayli emas, yangi tug'ilgan chaqaloq, 6 oylik chaqaloq u boshqa holat, lekin 10 yoshli farzandi, 10 yil yonida yurgan farzandini ham berish menimcha biroz farq qiladigan holat hamda demoqchiman, ya'ni og'irroqini berib yuborish. Hozir endi ekspertlarga ham murojaat qilmoqchiman, mehmonlarga. Onalarni nima majburlaydi bunga? Nima iqtisodiymi? Asosan iqtisodiy holatmi? Asosiy iqtisodiyat deb ular o'zligiga o'zi berib Mehr qayerda qoladi? Mehrchi? Bilasizmi? Jamila opa, Nega ajrimlar ko'paydi? Sababini qidirishimiz kerak. Men sababini bitta narsada deb o'ylayman. Biz tug'ilgan bolaga mana shu tarixdan kelib chiqqan holatda uni shaxs sifatida hech qachon avaylamaganmiz. Ikkinchidan, hech qachon bolani mana shunga yana qaytamiz siz tarixingizga. Istagi, intilishi, maqsadi, talabi bilan qiziqmaymiz. Birinchi ajrimni holatidagi negativ istakka biz e'tibor bermayapmiz. Nega? Yaqinda bo'lgan Ohangaron voqeasi. Men shaxsan o'zim shug'ullanyapman hozir shu voqea bilan. Qarang, 4-marta erga beryapti onalar. 3 marta uylanib bo'lgan. Lekin sadist. Birinchi, ikkinchi xotini telefon qilib aytgan. Siz kimlarga beryapsiz? Voy. 4-kurs talabasini o'qimagan, ishlamagan sadist. Aytmoqchimanki, mana xohishiga
uni e'tiborga qaramasdan nima bilan tugadi? O'lim bilan tugadi. Oxirida o'ldirdi bu xotinni. Bir oyga to'lmagan chaqaloqni, bu yoqda chaqaloqqa ham qaramasdan, shuning uchun aytmoqchimanki, ajrimning sotsial mohiyati huquqqa kelib taqaladi. Inson huquqiga kelib taqaladi. Demak, tug'ilgan bolaning huquqi tug'ilgandan paymol bo'layapti. Sizlar bu ma'lumotlarni tasdiqlaysizmi? Ya'ni jarayonda, amaliyotda hali o'zi aqli yetmayapti, lekin yoshlar nikoh quraman deb ko'proq murojaat qilish holatlari bormi? Bugungi mavzu juda ham dolzarb mavzu. Bu haqida gapirmasak bo'lmaydi. Albatta. Albatta, hozirgi kunda nikohlanuvchi shaxslar, nikoh tuzish xohishidagi bo'lgan yoshlar juda ham ko'p. Lekin afsuski, ajrim sonlari ham juda ham ko'payib ketmoqda. Sabab biz o'zimizni mana shu amaliyotimizdan kelib chiqqan holatda shuni ma'lum qilamizki, yoshlarimizni oilaga hali tayyor emasliklari. Mana hamma studiyamiz mehmonlari ham aytib o'tishdi. O'zi nikoh nima? Nikoh nima tushunchasini aksariyat yoshlarimiz, nikohlanuvchi shaxslarimiz tushunib yetishmasligi. Ishoning, 28 yil turmush qilmadilar. Men ham turmush qilmadim. Afarin. Bugunga kelib shu inson bilan boshqatdan hayot qildik. Afarin. Demak, men haqli chiqdimmi? Mana hozir ZAKS mudiralari aytishyaptiki, nikoh va nikoh shartnomalari. Aynan bizni qizlarimiz, o'zbek qizlari nikoh shartnomasini tuzish bilishmaydi. Bu asosiy narsa deb o'ylayman, huquqi u. Masalan, bo'lajak taklif qiladi nikoh shartnomasi tuzaylik desa, o'ziga kerak bo'lsa. Lekin qizlarimiz hech qachon shuni o'zlari aytishga uyaladimi, qiladimi? Bu asosiy masala. O'zini huquqini o'zi ta'minlab qo'yadi. Lekin bu nikoh shartnomasi oilani tuzishdan oldingi shubhaga keltirib qo'ymaydimi? Yo'q. Uni huquqini mustahkamlaydi. Bugun mana nega? Chunki nikoh shartnomasi deganda mol-mulkka ko'proq e'tibor Masofa, beriladi. mashinaga o'tirganda biz kamarni taqqanimizda bizga nima, menga ishonmaysanmi degan jamiyatda Yo'q. yashayapmiz-ku. Bu Nima uchun ayollar ko'chaga qolyapti ajrimdan keyin? Bir daqiqa. Nikoh shartnomaning Yevropada tashkil qilinishi e'tibor bering. Qo'llanishi asli bizda. Asli bizda ekan, Bizda tarixiy. islom ma'rifatida. Buni o'rgandik. Men Mahir. shaxsan o'zim o'rgandim. 14-asrda nikoh shartnomasi shakllangan. Rus tilida bitta so'z bor. Безболезненный развод. Безболезненный. Birinchi, ishlab kelingan oila byudjetidagi ratsionalizm olib keladida, bir-birini hurmati yana ham oshadi va majbur bo'ladi. Nega meni turmush o'rtog'im ishlayapti-yu, men ishlamayapman degan tendensiya keladi. Bu bir. Ikkinchidan, ajrim holatida o'ta nikoh shartida yozilgan, bolani huquqini paymol qilmaslik. Agar bolani huquqini paymol qilsangiz, Amerikada o'ziga xorasha alohida shtraf, Finlandiyada alohida, Yaponiyada alohida. Shu uchun ajrim holatlarini oladigan mukammal hujjat hisoblanadi. Demak, bizda bormi bu? Shoshmang. Jamila opa? Bizda bor. Kim amal qilyaptimi? Ammo hozir o'rganilmagan, o'rganishmayapti. Nega? Bizga adaptatsiya qilindimi o'zbek? Qarang, birinchi ta'siri bu stereotip. Nimaga endi men erkak bo'la turib stereotip kelib stereotipga taqaladi. Ikkinchi navbatda bizda hozir ochiq aytaylik, juda ko'pchiligi ishlamaysan deyapti-yu. Undan voz kechmaylik. Sovchilikka borganda yo'q aytishyapti buni. Sovchilikka borganda yo'q. Mana men o'zim diplomlik ayollar menga telefon qilyapti. Jamila onajon, meni ishlatmayapti. Men ishlashim kerak. Men ishlamasam bo'lmaydi. To'g'ri, men ularga diplomatichni tushuntiraman. Hali siz homiladorsiz. Bola kichkina. Hech kimga aytmay-ku, men sizga yorilmoqchiman. Kelindan kuydim-a dedim. Voy opajon, nima bo'ldi dedi. Hamma narsani o'rganib bitta qarorga keldim. O'zbekistondagi ajrim holatlariga bugungi 21-asrda ko'p yigitlarimiz o'zi o'ylanmayapti. Uylantirishyapti, uylanasan. Shunga bir misol bor. Bir daqiqa men. Ko'p qizlarimiz turmushga chiqmayapti. Ular chiqishyapti. Lekin hayot boshqa dunyo.
oila bu katta okean. Bu okeanga qanaqa Har xil qilib balolar Ajdorxonni qo'liga tashlashingiz mumkin? Ohangaron voqeasidek, Samarqand voqeasidek, Andijon voqeasidek. Sud jarayonlarida ba'zida bilasizmi menga nima deyishadi? Men uni hidiga chidolmayman deydi. Hidiga. Lekin bu primitiv emas aslo olganda. lekin Bu bugunda uzr kechirasiz. Bu to'yni demak faqat o'ylashyapti. o'sha Bir kunlik to'y bilan o'sha yashashyapti. oiladagi Bir kunlik to'y bilan. pul to'plash, to'y qilish, kechirasiz, faqatgina ovora. Lekin u bolani sog'ligichi, balkim o'sha qiz bolamizni chaqaloqligidan o'sha qanaqadir hid kelish jarayoni davolash mumkin edi-ku. Yo'q, biz uni narsani o'ylamaymiz. Sarpa yuramiz. Falon joyda shunaqa to'y bo'pti. Falon ashulachi kelibdi. Shu foizdan foydalanib ajrimlarni ko'payishiga to'y holatidagi ba'zi bir chaqirilgan, chaqirilmagan kuy qo'shiqchilarni ham sababchi bo'layapti. Uchinchi eng muhim holat, o'qigan qiz bolani o'qimaganga bermaslik kerak. O'qimagan o'g'il bolani o'qimagan qiz bolaga uylantirmaslik kerak. Dunyoqarash mana shunday bo'ladi. garbatli most bo'layapti. 96-98-yilda Svetlana Tursuxo'jayevna edilar xotin-qizlar. Ustozjon, qanday qilsak bo'ladi? Shu ajrim mana aytdim, keling. Bitta chiroyli tajriba o'tkazamiz. FXDga zaявление bergan 150 ta oilani tanlab oldik. Piramidaga seminar bir haftaga. Alqissa 150 tadan 50 ta qoldi. Qolgan 100 tasi biz to'g'ri kelmaymiz dedi. Jamila opa biz to'g'ri kelmas ekanmiz dedi. Nima uchun? Chunki ota-onalarining познакомство, ya'ni tanish orqali, po biznes orqali, gap orqali va har xil faqat qalbidagi hissiyot orqali emas. Hissiyot sotilmaydi. Hissiyot olinmaydi. Allohdan beriladigan ikki insonni bitta odamga birlashtiradi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda xotin bir libos egasi deyiladi. Nima uchun? Men o'sha o'zim sevgan sultonim bilan 5 yil bir-birimizni o'rgandik. 5 yil, 55 yil yashash uchun 5 yil o'rganish kerak ekan. Demak, men hech bo'lmasa 4 oy, 5 oy, 1 yil o'rgansin. U qiz bolani badani temir emas-ku. U qiz bolani yuragi narsa emas-ku, uni olib kelsa-da istagan holatida. Chetda bir misol bugun aytaymi? eng 4-holati men aminman. Oilani mustahkam saqlab qolishimiz uchun oilada tug'ilayotgan farzandlarimizni sevib, ardoqlab, mehr berishimiz Men kerak. fikringizni tushundim. Bu yerda aytmoqchisizki, farzandga oddiy bir mulk sifatida, Yo'q. mulk sifatida qarash Aynan. kerak emas. Juda to'g'ri. Man 16,5 yosh turmushga uzatishgan. Sababi, qiz bola qancha turmushga chiqib, vaqtli turmushga chiqsa, uni tezroq egib olaman degan o'sha payt fikr bo'lgan. Va Barakalloh. shunaqa insonga berishdiki, men bu yerda tarbiya topdim, u kishi ham bu yerda tarbiya topdilar. Biz farzand ko'rdik, yosh edik. Praktika yo'q, boshqa yo'q. Farzandimiz 4,5 oyligida olamdan o'tdi. Shundan keyin biz befarzand bo'ldik. 5 yil davomida qaynonamga rahmat deyman, o'tib ketganlar biron marta yuzimga solmadilar. Lekin tashqi omil ta'sirida biz ajrashdik. Xo'jayinim uzoq yo'lga yuradigan inson edilar. Ketganlarida aytishdi, "Bolam, seni yaxshi ko'ramiz, lekin farzandimiz farzandli bo'lish." Ishoning, 28 yil turmush qilmadilar. Ana. Men ham turmush qilmadim. Men farzandlarim bor, shukr. Hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Ha, men boqib olganman, hamma farzandimni. Bugunga kelib shu inson bilan boshqatdan hayot qildik. Ofarin. Demak, men haqli chiqdimmi? Haqsiz. Bu hissiyot Agar o'zimiz ajrashishni xohlamasak, demak bizani Ofarin. hech kim ajratmaydi. Ofarin. Lekin 28 yil muddat ichida biz hech qachon bir-birimizga nisbatan to'g'ri, achchiq haqiqatlar ham bo'ldi. Kaltaga ham yeganman. Bilasizmi, doim aytardilar, "Men seni urishni xohlamayman." Lekin gap-gashliklar bor, erkaklarni o'tiradigan joyi, u yoqlardan, Choyxona. "Ha, farzand ko'ra olmayapsanmi?" deb xunuk so'zlar aytishgan. Alam kimdan oladi? Mendan oladi. So'rab bo'lmaydigan so'zlar, Ha. Feruza opa. Mana bugunga kelib biza baxtli oilamiz. Qoyil. Hatto onam uchun. aytadilar, "Meni eng yoqtirmagan kuyovim, lekin hozirgi Ana. kunda eng yaxshi ko'rgan kuyovim" so'zlaylar. Hozir bizda so'rovnoma bor. Xalqning fikrini ham o'rganganmiz, jamoatchilik fikrini. Muhim, keling, eshitib ko'ramiz. Hoy, Ovsinjon, hozirgi zamon psixologlari oila mustahkam bo'lishi haqida xotinlarga qanday maslahat berganini bilasizmi? Yo'q. Oila mustahkam bo'lish uchunchi? Nima to'g'risi gapirishyapsizlar, Ovsinjonlar?
Bugun aynan oila qurishda nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida gaplashamiz. Yurtdoshlarimiz bu haqida nima deydi? Er-xotin bir-birini tushunib, bir-biriga mehribon bo'lsa, oila mustahkam bo'ladi. Bir-biriga ishonch bo'lsa. Ayolingiz mehribon bo'lsa, sizga g'amxo'r bo'lsa, keyin birgalikda fikrlash doirasi keng bo'lsa, hayotga endi jiddiy qarash kerak-da. Bugun juda ham ochilib ketibsizmi? Siz ham ochilib ketibsizmi? Yuzingizdan nur yog'iladi-ya. Avvalambor bir-birovini yoqtirish kerak. O'sha ikkita inson bir-biriga ma'qul kelsa, xarakteri, ikkalasini hayotga qarashlari to'g'ri kelsa, ana unda oila qurishsa bo'ladi. Hozirgi yoshlar ko'proq muhabbat deydi, sevgi deydi. Bizni yoshimizdan nuqtai nazardan qaraganimizda endi bu ikkilamchi narsa bo'lsa kerak. Ko'proq o'zaro hurmat, bir-biriga suyanish, bir-birini qo'llab-quvvatlash. Agar o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, ayol kishini fahm farosatiga hech qachon boylikka uchish kerak emas, pulga, ortiqcha narsalarga uchish kerak emas. Eng asosiysi oila qurayotganda yosh oila hamma narsani o'zi qilish kerak. Sog'lom munosabatlar uchun tan va jon sog'lomligi ham muhim. Bugun tibbiy ko'riklarni qo'sh tirnoq ichida hal qilayotganlar ham yo'q emas. Tibbiy ko'rikdan to'liq o'tish kerak-da. To'liq o'tilmagan taqdirda har xil kasalliklar bekinib yotgan bo'lishi mumkin, bilmaydi. Tibbiy ko'rik nafaqat bunda, boshqa sohalarda ham tibbiy ko'rikka hech qachon pul aralashtirish kerak emas. Siz qanchalik katta joyda ishlaganingizmi, qanchalik pulingiz ko'p bo'lgani bilan bu narsalar hal qilinadi. Psixodispanser bor, o'shalardan o'ta olmaganlar kasal bo'lib chiqyapti. Nervni, keyin ali tutqalo kasali bo'ladi, mana shunaqalar bekitishadi bir xillar. Sizlarnikini, o'g'il bolalarnikini. Keyinchalik ham baribir befarzandlik yana nimadirlar bo'lsa, qiz bolani bo'yniga qolib ketadi. Juda to'g'ri. To'g'ri aytdilar-da, mana hozir Umid opa bu fikrlarni ko'ryapsiz, eshityapsiz, lekin sizni qabulingizga kelayotgan, ajrim yoqasida turgan oilalar bilan ishlash jarayonida asosan qanday muammolarni ko'tarib kelishadi oldingizga? Asosiy muammolar ajrimlardagi ko'pincha bu uchinchi shaxs aralashishi. Juda to'g'ri. Er-xotin o'rtasiga juda ko'p bu. Menda hozir o'zimning mana klientlarim bor, mijozlarim bor. Qaynana qo'ymagani uchun bekinib ko'chada uchrashib yurishibdi. Voy, to'g'ri. Juda to'g'ri. Er-xotin yashamoqchi. Juda to'g'ri. Menda ham shunaqa holatlar bor. Nima deyapti? Yanachi men jahlim chiqadigan farzand bor-da o'rtada. Men erkak kishi normal erkakning ishini qilmayapti-da. Sen dedi onamni rozi qilsin, onam rozi bo'lsa, keyin yashashimiz mumkin. Bolachi, bolaga kim qaraydi? U bitta misol. Keyingisi yana onasi xohlamabdi, onasiga yoqmabdi. Bor uyingda o'tir, bola kasal bo'lsa uyingdagilar qilib tursin, ularning navarasi. Onam xohlamagani uchun men qila olmayman, menga mumkin emas. Men birinchi onamga jigarlarimga qilishim kerak ekan. Bolasiga narsa olib bera olmas ekandi, lekin singlisiga telefon olib berish kerak ekan. Chunki bitta singlisi ekan, onasi o'rgatibdi. Mana shunaqa sababli. Yana keyin nima? Erkak kishi o'sha xiyonat qilishi juda ko'p va ayoliga hech narsa bermaydi, ko'chaga ruxsat bermaydi, ishlamaysan, senga nima kam, yeb o'tiribsan, xizmatingni qil, lekin meni vaqtim yo'q senga. Men ko'chada bo'laman. Mana shu ko'pincha ikkita sabab, uchinchi shaxs aralashishi va erkak ayoli bilan fikrlashi, dunyo qarashi tengmasligi. Ana. Mana qo'yiladi. Shu joyda misol bor edi. To'g'ri kelmasligi dunyo qarash. Marhamat. Raqobatga olib kelyapti dunyo qarash. Ketdik Feruza opa. Yaqinda bir jiyanimizni yarashtiruv bo'ldi. Lekin qaynona qaynota qarshi emish, bu kelinni xohlashmagan emish, sevgani uchun olib berishgan emish, lekin ular xohlagandek kelin bo'lmabdi. Men aytdim, aybini bo'yniga qo'yib beringlar. Shu yerda aybdor desangiz, men hozir olib ketaman dedim. Balki tili yomondir dedim, balkim qo'li dedim shirinmasdir, olib ketaman. O'zi hamshira bo'lib ishlaydi qizimiz. Birinchi o'g'li 6 oyligida qaytib kelgan bo'lsa-da, keyingi homilasini bilib qolganimizda aytdik. Tushunmadim qattan degan fikr tug'iladi. Hammada tug'iladi bu fikr. Bilsakki, er-xotin uchrashib yurishibdi. Sizning gapingizga misol, uchrashib yurishibdi, homilador bo'lyapti. Qaynota bugun kenja farzand 2 yosh bo'ldi. Xudo buvajon dedim. Yaxshilab qarang dedim. Siz ikkinchi navarangiz dedim, tug'ildi, lekin sizlar dedim, tan olmayapsizlar, uni haromi dedinglar. Ha, tan olmayman dedilar. Nega? O'zingiz-ku qo'yib qo'ygan. Bo'lmasam isbotlab bering buni haromiligini dedim. Men olaman dedim. Men olib ketaman, men boqaman shu bolani dedim. Bu haqorat-u, nima murojaat qilmadinglarmi? Sud jarayonida bo'lyapti bu narsa. Sudxonada bo'lyapti. Uchinchi shaxs qo'shilyapti. Qo'shni ayol kelibdilar. Qo'shni ayol. Qo'shni ayol. Yo'q, bular yashamaydi. Kategoriyni yashamaydi. Men aytdim,
xola nima sizni qizingizni olishmoqchimisan yo'q man hoji onaman dedilar hoji onajon hoji onalarga Yana loyiq hoji ona. ish qiling kimdir o'g'ilga zor qizga zor deb o'g'il deb o'g'il deyishadi-ku ko'kka ko'tarib bilasiz to'g'rimi aldamayapman ko'p holatda qizlar tug'iladi-da Da. o'g'il tug'madi deb ajrashadi nima xohlaydi nimaga er turibdi uzr shunaqa holat bo'ldi man orqamga bundoq qarasam er xotin ikkalasi bor bir biriga pich pich qilib endi yashaymiz oila bo'lib deyapti-da man nima deyapsizlar sizlar desam qaynona boshida turibdilar-da eng qizig'i qaynona yarashtiruvga kelganlarida jahl bilan mahalladan chiqib aslini aytsam man yarashtirish niyatim yo'q edi man kelinim olib qo'yganman dedilar uyat sizga dedim sudyamizga murojaat qildim iltimos dedim keling shular kiritib qo'yinglar xonadonga yarashib ketadi shu oila ozgina bularga dedim shans beringlar alohida qilish kerak shans beringlar alohida qilish kerak mana shuni o'ylayapman bo'lmaydi azam shoshmang bitta narsa bor qarang man ana shu 34 yildan buyon 3-shaxs haqida gapiraman u faqat qaynona emas amma bo'ladi qaynota amma yaqin amma xola gapdagisi hamma. do'sti Hammasi. ko'chadagi mahalladagi Bola hammasi. bitta qaynona emas man ham sud jarayonida ko'raman shu jarayonni o'zida ham kelinga shunaqa haqorat yerga urish Tahqirlash. va zo'ravonlik ko'rsatish hozir O'zbekiston Respublikasini alohida qonuni qabul qilindi 19-20-yilda ikkita ketma-ket qonun oilada zo'ravonlikka qarshi kurash zo'ravonlikda birinchi elementi aynan uni haq huquqini paymo qilish huquqini yerga urish san odam emassan sani man kelin qilishni xohlamagan edim man o'g'lim xohladi tavba astag'firulloh deyman aralashdimi shu javobgarligini tortish kerak tortish kerak Tortish kerak qonun javobgarligi. oldida Shundagina jazosini boshqaga berish dars kerak bo'ladi. nima deysiz zepa bu bo'yicha mohnis opa gapingizni ushlab turing sizga qaytamiz ustoz juda ham to'g'ri narsalarni ta'kidladinglar mana yuqorida ajrimni sabablarini juda chiroyli ochiq oydin aytildi lekin yana bitta eng asosiy global sabablardan biri kelinni uy joyini o'zini ro'yxatiga kirgizmasligi birinchi navbatda mana shu eng katta kelinlar bunga rozi bo'lishi oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari a'zolari bilan birgalikda masala ko'rib chiqilganda birinchi ko'rishadi kelin o'sha qizlik uydagi ro'yxatda turibdi o'zini hali ro'yxatidan chiqmagan buni mol mulk bo'yicha ham boshqa tomonlama ham hech qanday bu oilaga aloqadorligi yo'qoladi bu birinchi navbat shuning uchun hurmatli qaynonajonlardan va kelin qilaman deb orzu istak qilib mana shu kelin qilayotgan oyijonlar qaynonajonlarga aytamiz qaynotajonlarga aytamiz kelinlarini farzandidek qabul qilib o'zini oilaviy ro'yxatiga o'zini manziliga doimiy ro'yxatiga qo'yishlari to'g'ri bu nafaqat hozir kuyov taraf bu qizini berayotganlar nimaga rozi bo'lyapti bunga bu narsa o'zi aslida bu ham bir o'zi biznesda mana hayotda ham shunday qaysi ma'noda partnyorlar bo'ladi-ku biznes partnyorlar ular ham xohlagan odam bilan biznes partnyor bo'lib ketmaydi tengi bilan ya'ni kuchi yetgani bilan bo'lish kerak bu yerda shart qo'ya olmayaptimi oddiy shartlarni ro'yxatga olish bo'yicha oilishi shartnomasi bo'yicha haqiqatan ham o'sha tibbiy tekshiruvdan o'tish bo'yicha kerakli ishlarni shartini kelin taraf qo'ya olmayaptimi demak kuchi yetmayapti oilaga yoki nimadir boshqa qo'ya olish kerak kelajakda davomchisini kim dunyoga keltiradi o'sha kelin uni lekin uni har tomonlama reproduktiv salomatligi uni ro'yxatga qo'ygandan keyin uni har tomonlama himoya qilish ham erini ham uydagilarni vazifasi bo'lishi uchun biz oila xotin qizlar qo'mitasi oila kodeksiga o'zgartirish bo'yicha takliflar kiritdik va qonun loyihasiga alohida aytishim kerak chunki kelajakda bola manfaati turibdi nikoh shartnomasi haqida yuqorida aytildi nikoh shartnomasi xalqaro darajadagi tajribalar asosida qaytadan mukammallashtirib o'rganilyapti bu yerda ham ona manfaati ham bola manfaatini ko'rish bo'yicha biz takliflar berdik hozir ko'rib chiqilyapti endi bitta narsani alohida aytish kerak mana sudlarda oilaviy masalalar ko'riladi ajrimlar ko'riladi o'sha payt sudlardan iltimos qilamiz sudlarda ko'rilayotgan oilaviy masalalarni soddaroq qilib murakkablashtirmasdan ikkita tomonni ishtirokida ko'rib chiqilishini xohlardik va biz yaqindagina senatda ma'qullandi bu narsa o'sha ayollarni oilada o'sha sudda uy joyiga majburiy tartibda kiritib qo'yish bu qonunchilik palatasiga biz rahmat aytamiz mana shu narsa qonunchilik palatasi tomonidan ma'qullandi qarang siz hozir qonuniy taraflarni aytyapsiz bu kerak qilinishi kerak bo'lgan
nima desam mustaqil davlatdagi jamiyatdagi fuqarolik jamiyatdagi qilish kerak bo'lgan ishlar. Lekin men psixologik tomonim baribir qiziq. Nega uchinchi shaxs aralashadi, ikki juft baxtli yashayapti? Siz bu tarafdan mutaxassis bo'lib o'rganib ko'rdingizmi? O'sha uchinchi shaxslarning psixologiyasida qanaqa inqirozlar bor? Men sizgacha savolingizga savol bilan javob beraman-da. Qarang, siz juda ham baxtlisiz. Hamma narsangiz bor, yetarli. Siz boshqa baxtli inson hayotiga aralashasizmi? Yo'q. Yaxshi. O'zim baxtliman. Demak, savolingizga javob oldingiz. Nimaga aralashyapti? Bizda himoya mexanizmi bor-da. Chiroyli narsani ko'rsangiz, erisholmasligingizni bildingizmi, darrov himoya keladi. Bu narsani qadrsizlantirish, iloji boricha buni yo'q qilish. Shunda siz xotirjam bo'lasiz. Bitta men emas-ku baxtsiz. O'zi bilmagan holda ko'p onalar, ba'zan bu qiz tarafdan ham bo'ladi, faqat o'g'il tarafgina aytmayman hozir. Men baxtimni farzandimdan olaman deb kutadi. Shunaqa qilib majbur chidab yashaydi. Endi farzandimdan olaman desa, farzandi boshqasini sevyapti-da. Qanaqasiga bu nohaqlik-ku. O'zi sevilmadi, o'zi tan olinmadi. Bu tan olinmaganlik, ya'ni rad etilgan travma deyiladi bizda. Tashlab ketilgan travma. Bular hammasi bizani boshqaradi, ta'sir qiladi. Ular kasalmi endi? Dardga Buni chalinib faqat psixologlar ishlanadi. Nimaga? Chunki buni ishlash kerak. Psixologlarning hozir ko'pincha tan olishni xohlashmaydilar. Lekin tishingiz og'risa tish doktoriga borasiz, boshingiz og'risa bosh doktor. Nimaga qalbingiz og'risa doktoriga bormaysiz? Bu psixolog-ku. Sizni qalbingizni davolaydi, yordam beradi. Yo'q, bular davolanmaydi. Shu bilan yashaydi. Endi bola baxtiyor bo'laman desa, nohaqlik. Chunki sen menga qarashing kerak, sen meni baxtli qilishing kerak. Lekin o'zini o'zi baxtli qila olmagan insonni hech kim baxtli qila olmaydi. Ajoyib, ajoyib. Bitta fakt bor. Psevdo psixologlarga yo'l qo'yilmaydi. Juda ham ko'p psevdo psixologlar, karmanniy psixologlar ko'payganida shoshmang. Oilalarni, yosh oilalarni, sen o'zingga shuni yashashing kerak. Sen bu yerda men biroz kelisha olmayman. Bir-birimiz shuni yashashimiz kerak degan tendensiyani o'rgatish kerak. Boshda urib tursa eri, u ona qanaqa o'g'lim, sen ertaga xotining himoya qilasan deb o'rgatadi. Shuni muhit, sog'lom nafrat bilan tarbiya qiladi. Albatta, qarang ustoz, gaplaringizga qo'shilaman. Misrda bo'lganimda bir nima deydi, mehmonxonada tursam, arablarda urushishini eshitib qoldimda ustoz. Er-xotin urushishyapti. Erda ovozi past chiqyapti. Xotinniki baland chiqyapti. Ha, Misrda. Men hayron qoldim. Nega bunday? Bular musulmon davlati-ku deb gitga savol berdim. O'sha gitimiz ham doktor Amir dedi, 40 yoshda ham o'ylanmagan ekan. Sababini nima so'rasam, ha, sen dedi juda sinchkov ekansan. To'g'ri topibsan dedi. Birinchi sababi bizda o'ylanish qiyin. Chunki erkaklar uy joyini o'zi qilmaguncha, mahrini bermaguncha, oilani qadriga yetmaguncha ular o'ylanmas ekan ona otasini puliga. Qarang, mana shuning uchun ham qo'rqar ekan arab erkaklari xotindan. Bu yo'q, ayollar bu yerda huquqi balandligi, mana men mahr deyapman, endi hozir giylik so'rashyapti, bizda qizlar uy so'rashyapti. Bu ortiqcha. Lekin o'zini qonun qoidasi bor mahrda ham. O'sha 6 oyga eridan ajraganda yoki biror sabab bilan erini yo'qotganda ayol o'zini o'zi ta'minlay olishi kerak. Bu ham bir huquqiy jihat. Keyin men yana bitta misol, mana Nodira begim. Oqila bo'lish kerak, farosatli bo'lish kerak qiz bola ham. Nodira begim aytadi-ku, eri bilan bir tortishadimi endi Umarxon bilan Qo'qon xoni bilan. Shunda aytadiki, sharob icha aytadilarki, shu uydan ketginsan, nima o'zingga kerak bo'lsa olib ket dedilar. Shunda Nodira begim nima qiladi? Erini olib ketadi, aravaga solib olib ketadi. Hamma narsadan voz kechadi-da. Xon uyg'onib ketadi. Juda to'g'ri. Ha dedi, nima qilyapsan dedi. Siz aytdingiz-ku menda shu uyda sen uchun eng qimmatli narsani olib ket dedingiz. Men uchun qimmatlisi siz deydi-da. Shunda ham hayotda saqlan ketsa, arazlasa, o'jarlik qilsa,
xondan ayrilardi. Zo'r yo'l qilganlarda va yarashib ketganlar bu narsada. Shuning uchun qizlarni farosat bilan qarang, Nega farosat hozirgi deyapmiz. kelinlar bunday ish qilishmas? Qaydalash kerak. Qizlar deyapmiz, qaynonalar haqida aytyapmiz. Bu narsa jamiyatda azamlarda ham gap ko'p. Yo, rostdan. Menga gap bermayapsizlar bugun. Chunki mana shu azamlar bolalarimiz, o'g'il bolalarimiz to'g'ri tarbiyalay olsak biz onalar, bular haqiqatdan ham Jamila opam aytganidek tarozini teng olib boradi. Afsuski, yigitlarimiz, biz o'zimiz erkaklar, qaynonalar ham ularga berilgan mana shu qudratni noto'g'ri tushunishadi. Ezishi mumkin ekan, qiynashi mumkin ekan. Bu katta mas'uliyat qaytanga. Qaytanga asr avaylash kerak. Bu mas'uliyat juda og'ir. Sizga berilgan o'sha tushunarli-ku, status ha. Mana shu keling lavhani tomosha qilamiz, faqat aytib o'taman, og'ir lavha. Shuning uchun tomoshabinlarga ham ruhan tayyor bo'ling yoki yuragingiz bo'sh bo'lsa ko'rmang. Voqea sodir bo'lgan kun soat 17lar chamasi. Sudlanuvchi Marg'ilon shahar Navbahor mahallasidagi yashash xonadoniga odatdagidek spirtli ichimlik bilan qaytadi va falokat sababchisi bo'lgan illatni turmush o'rtog'i bilan birga bolalarning ko'z o'ngida iste'mol qilishadi. Nafsiga hay bermagan aql rasolar shu bilan qanoatlanishmaydi. Ikkinchi marotaba sudlanuvchi uyi yaqinida joylashgan do'kondan yana 1,5 litr hajmdagi idishda spirtli ichimlik olib kirib, uni ham er va xotin birga o'tirib ichishadi. Tabiiyki, spirtli ichimlik marhuma ayol va qotili erni sarxush qiladi. Avvaldan o'zaro kelishmovchiliklar bo'layotgan oiladagi ziddiyatlar esa mastlik ta'sirida yanada chigallashadi. Bu vaqtda soat 22 larga yaqinlashib qolgan, er o'ziga tegishli bo'lgan telefonini titkilab o'tirgan sarxush holatdagi ayolini rashk qila boshlaydi. Arzimas sanmanli janjal gazak oladi. Oila boshlig'i esa turmush o'rtog'ini ko'p miqdorda spirtli ichimlik ichgani bois o'zini o'zi boshqarish imkoniyati cheklangani hamda og'ir darajada mastligidan foydalanib, uni qasddan o'ldirishni maqsad qiladi. Jirkanch qilmishini xonadondagi oshxona pichog'i bilan oxiriga yetkazadi afsuski. Ya'ni o'tkir tig'li jism bilan marhumaning chap qo'ltiq osti sohasiga bir marotaba urib, uni qasddan o'ldiradi. Mazkur jinoyat ishlari bo'yicha Marg'ilon shahar sudida ko'rilar ekan, jinoyat haqiqati sudda to'plangan dalillar bilan oshkor bo'ldi va qotil erga sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi va bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etgan deb topildi va shu moddaga asosan 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilindi. Mazkur jinoyat tasodif emas, tarbiyadagi nuqson, yaqinlarning befarqligi-yu unutilgan insoniylikning xunuk ko'rinishi. Ko'chada sarson sargardon bo'lib qolgan 3 farzand endi yetim. Ota qamoqda, ona esa tiriklar orasida yo'q. Bu jinoyat ishidan xulosa chiqaring. O'zingiz, oilangizni asrab avaylang. Ayanchli voqea juda ham hammani yuragini hozir larzaga keltirdi, lekin men bu savolda to'g'ridan-to'g'ri mahalla faoli bor bizda va Aziza opa sizdan so'ramoqchiman. Bunaqa holatlar kunda-kunora ijtimoiy tarmoqlar rivojlandi, bu ko'paydi deymiz aslida, lekin haqiqatda ko'paygandek nazarimizda. Nima bo'lyapti, qanaqa ishlanyapti bunaqa oilalar bilan? Hozirgi kunda eng asosiy global bo'lgan mana bunday jirkanch desak ham bo'ladi, bunaqa holatlarga chek qo'yish uchun biz avvalambor tizimimizda oilalarni hayotga tayyorlash bo'yicha har bitta tumanda maktab tuzdik. Ana o'sha maktabda hozir mana yuqorida aytgan qaynona ham, qaynota ham, ikkita yosh ham borib o'qitiladi. Otalik mas'uliyati, onalik mas'uliyati hammasi o'qitiladi. Ular hayotga tayyorlanadi. Hozir mana 2 oy davomida 17 mingdan oshig'ini o'qitdik, lekin shuni ichida ham ariza berganlar bor-ku, o'sha ariza berganlar o'qitiladi. Bir-biriga mos kelmasligi ko'rib chiqilyapti-da, endi u anonim saqlanadi. O'z-o'zidan bir-biri bilan yaxshigina murosaga kelib xayrlashyapti. Bizni qo'mitamiz huzurida Oila va gender ilmiy tadqiqot instituti bor. Mobil ilova yaratildi, mening oilam. Shuni ichida prezentatsiyalar, chiroyli mana shunday roliklar, mana shunday jirkanch holatlar bo'lsa-da, unga qarshi nima qilish kerak tavsiyalar ishlab chiqilgan va biz buni xonadonlarga, aholiga, fuqarobay telefonlariga o'rnatib mahalla yetkaziligi bilan qilmoqdamiz. Mahalla yettiligi bor. Ular har bitta nizoli oila bilan alohida yakka tartibda, hattoki har bitta inson bilan, unikal inson bilan alohida ishlab unga dastur qiladi. So'rab olish kerak. O'shanga aytyapmanki, u mahalladagi aholi
manga kelayotganda 100% ishonish kerakki, Lobar opam yoniga kelyapman. Ota-onasiga aytmagan. Uning uchun biza o'zimiz o'sha muhitda qilishimiz kerak. Hozir bu mavzudan men hozir kechirasiz, mavzudan tashqari bitta hayotiy tajribamga aytib beraman. Qaynota keldilar. Lobarxon, men hech kimga aytmayman, senga aytaman, chunki men o'sha mahallada yashayman-da, bilalar. Senga aytaman, shu kelinim juda ham yaxshi-ku, bir tomoni menga yoqmayapti dedilar. Nima bo'ldi desam, oshiyman desam, yugurib boradi, osh olib keladi. Mazza-yu. O'yim to'la bo'lib ketdi dastavkaga. Xotinlari o'lgan. Mani ayolim o'z qo'li bilan qilardi deb gapirdilar-da, Lobar deb chiqib ketdilar. O'yladim-da, yechimini topdim. Oilaga kirdim-da, choy damlayman dedi. Choy olib keling dedim. Choy olib keldi. Qarasam har qayerda pirojnilar, bir narsalar har xilida. Keyin men kelinning otini aytmadim. Men qarang dedi, meni ham kelinim bor. Hech kimga aytmang-ku, men sizga yorilmoqchiman. Kelindan kuydim-a dedim. Voy opajon, nima bo'ldi dedi. Voy, o'yimda dedim, men cho'zmalarni o'zim yegim keladi. Oshlarni, chuchvaralar, shundoq haligindan keladi deb erim bilan men shundoq hayron biza endi oshxonaga kirib ovqat qilsam ko'yniga tegadi deb nasih hasrat qilgan kishi bo'ldim-da. Yana chiqib ketayotganimda o'rtada qolsin-a, hech kimga aytmayman, hech kimga aytmayman deb chiqib ketdim. Shu bilan keyin bir haftacha o'tdi, doda kelyaptilar. Chiroylikkina setichkada. Keyin keldilar-da, Lobarxon insof bersa berar ekan. Nima bo'ldi desam, kecha shirpildoq qildi. Ilinib olib keldim senga dedilar. Voy doda, shirpildoq yegim kelyapti dedingizmi desam, yo'q, 5 barmoqdan olib kelardi qayzildiyordan. Keyin dedilar, ertalab tursam somsa qilib qo'yibdi dedilar. Men aytdim, voy doda, ko'rdingizmi, uni ishi ko'p bo'lgan, unaqa shunaqa baxtli bo'ldim. Bunaqa hodisalarim ko'p bo'ladi. Ba'zi holatlarda endi bizda shunaqaki ajrim kam bo'lishi uchun qanaqadir majburlov kuchlari borda, endi afsuski ba'zida bo'ladi. Endi ajrim kam bo'lish kerak, lekin endi har xil vaziyat bor hayotda. Ba'zida olmaydi balki. Ha, endi eri urishi mumkin, eri sadist bo'lishi mumkin. Shunaqa paytlarda afsuski ba'zi kelinlar eridan to'g'ri ma'noda qochib qutula olmayapti, ajrashib ham orqasidan quylab boryapti, ko'p holatda o'lim bilan yakun topyapti. Shunaqa holatlar ham bor. Shu bo'yicha Bahodir Iskandarov Yaponiya tajribasi bo'yicha fikrlarni bo'lishganlar, kelinglar lavha ko'ramizda. Yaponiya bilan bizni bir solishtirib, ulardan balki olishimiz kerak, olishimiz mumkin bo'lgan balki ba'zi narsalar bordir. Faqat yaxshilarini. Marhamat. Men ilmiy ishimni aynan Yaponiyada oila inqirozi mavzusida tanlagandim. Ayni paytda Yaponiyada 65% ga yaqin aholi turmush qurmagan. 1970-yillarda har 1000 kishidan 10 nafargina oila nikohdan o'tgan bo'lsa, 2022-2023-yillarga kelib har 1000 kishidan atiga 4 nafargina oila nikohdan o'tgan. Bu juda ham dahshatli ko'rsatkich. Statistika qo'mitasining ma'lumotlariga qaraganda har 3 yoki 4 oilaning bittasi ajrashyapti ekan. Yana bir dahshatli ma'lumotlardan bittasi, ayni paytda Yaponiyada kulrang ajrim nomli ajrim ham ommalashgan. Bu kulrang ajrim nima degani? Ya'ni sochlari kulrang tusga kirgan, sochlariga oq oralagan yoshi kattalar orasidagi ajrim ayni paytda jamiyatdagi eng katta muammolardan bittasi bo'lib turibdi. Yaponiyadagi oila institutining bu darajada shikastlanishida, ajrimlarning oshib ketishida yapon sotsiologlari bir nechta sabablarni keltirib o'tishadi. Bulardan birinchi sabab iqtisodiy xavotir. Ya'ni Yaponiyada uy-joy, yeb-ichish, soliq va kommunal to'lovlarning qimmatligi sababli oila qurganda moliyaviy qiynalishni ro'kach qilib, yoshlar oila qurishdan bosh tortishmoqda. Ikkinchi asosiy sabablardan bittasi qadriyatlarning o'zgarishi. Ya'ni yaponlarning katta avlodi oilaga munosabati juda ham kuchli bo'lgan, ammo oxirgi 2 yoki 3 avlod oila qurishni ortiqcha bosh og'riq deb baholashmoqda va oila qurishdan bosh tortishmoqda. Qadriyatlar o'zgarishini yana nimalardan sezish mumkin? Oldinlari yapon oilalarida moliyaviy taqsimotlar, moliyaviy xarajatlar barchasi erkaklar tomonidan amalga oshirilgan. Ammo hozirgi zamonaviy Yaponiyada oiladagi iqtisodiy taqsimotni ayollar qiladi.
erkak kishining ishlab topgan maoshi ham ayollarda turadi va o'sha oyligidan arzimagan pulni bizda ham shunaqa-ku, ayollar qo'lga olyapti jamiyat. Bir baklashka suv bilan ikkita somsaga yetadigan pul. Natijada bu erkak kishiga yoqmaydi, o'zi ishlab topgan pulini o'ziga bo'lishini xohlab, yo uylanmay o'tadi yoki ajrashadi. Yana bir muhim faktni aytib o'tmoqchiman. Yaponlarda kattalar, ota-onalar, jamiyat, mahalla-ko'y shaxsiy hayotga deyarli aralashmaydi. Yaponlarda yomon qaynona ham, yomon ovusin ham, yomon kundosh ham, oilalarni buzadigan mahalladagi g'iybatchi xotinlar ham hammasi o'sha ishxonasi, kompaniyada birga ishlaydigan odamlar desak bo'ladi. Chunki o'sha bizda bu tomondan olinadigan barcha stresslar yaponlarda o'sha kompaniyasi tomonidan olinadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, yapon texnologiyasi, yapon rivojlanishi, yapon mo'jizasidan o'rganadigan jihatlarimiz juda ham ko'p. Ammo birgina oila institutida biz yaponlarga dars bersak ham arziydi. Lekin seriallarimiz bizda o'rganish kerak. Seriallarimizda faqat yomon qaynona, yomon Yo'q, mayli, hisoblab bu ham targ'ibda bizdagi. Mana shuni to'xtatishimiz kerak. To'xtang, mana to'xtatishimiz kerak. Bu qadriyat parchalanishiga keltiradi. Bu mening munosabatim. Lekin Umid opadan so'ramoqchiman. Siz boya yuqorida aytdingiz. Ha, shaxsni bilish kerak o'zini, menligini anglash kerak. Ikkita mos kelsa, o'ziga ko'z qo'ygandek moslashsa, turmush qurish kerak. Lekin ular to'g'ri, asosan iqtisodiy qaramlikdan, moliyaviy holatdan qochib turmush qilmayapti ekan. Bizda bu muammo ham bor. Aslida lekin psixologik jihatdan barqaror bo'lsa, fikri, aqli joyida bo'lsa, zo'r bo'lib ketadi degan fikr Yaponlar ancha oldinda-ku. Lekin siz bunga nima deysiz? Biz misol uchun hali psixologik nima jihatdan ozgina oqsaymiz baribir ham. Qizlarda ham, yigitlarda ham. Nima qilish mumkin? Yaponlar bizdan oldinda bo'lgani bilan aytyapti-ku, oxirgi mana 2-3 mana hozirgi ketayotgan pokoleniyalarda bularda ham xuddi shunaqa, chunki internet zamonga ergashish, ana Yevropalarga ergashish, ko'chirish, taqlid degan narsa bor. O'ylayapsiz, ular ham bizga o'xshab yotib o'qiyapti, ular ko'proq nimaga ishga vaqtini ajratishyapti. Shuni hisobiga fikr buzilyapti. Bizda ham shunaqa emasmikin demoqchiman. Bizda ham xuddi narsa. Bizda taqlid bor. Judayam kuchayyapti borgan sari bu narsa. Ya'ni ko'r-ko'rona taqlid. O'zligimizni hali oxirigacha topmadi hamma yoshlar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qizlarim, odamni o'ziga bog'liq. Agar istasa, o'zini qo'li bilan jannatni yaratadi, o'zini qo'li bilan jahannamni yaratadi. Rahmat. Oila bu bitta mush. Oila yo'q bo'ldimi, millat yo'q bo'ladi. Shuning uchun nimaiki bo'lmasin, biz o'zimizni milliy qadriyatlarni saqlab qolgan holatda oila bu jamiyatning, millatning, davlatning, siyosatning va yashashning mazmuni. Ilohim hammamizga jannatiy oila qurish va insof diyonat bilan bir marta bo'lsa ham Erjon, kechiring, mendan o'tdi deylik. Hammasi joyiga tushadi. Xotinjonam do'stim. Biz hozir bosh ekspert agar xulosalar bo'lishi mumkin. Marhamat Lobar opa. Men qizlarimizga aytardimki, dono bo'lishsin. Erkakni ayol yaratadi, erni. U o'zi donoligi bilan, zukkoligi bilan, bilimi bilan farzandlariga, eriga yo'l boshchi bo'lishsa, menimchalik bizning oilalarimiz mustahkam bo'ladi. Lobar opa onasini ko'rib qizini ol. Bekorga emas. Shu o'rinda bitta narsa yana qo'shimcha ravishda opaning gaplariga yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, bitta qiz bolani o'qitsak, bitta oilani, butun bir jamiyatni o'qitgan bo'lamiz. Albatta to'g'ri. Ayolni yaratgan egam erkakni bosh suyagidan yaratmagan. Erkaklarni boshqarish biz ayollarga ravo ko'rilmagan. Ayollarni, bizlarni erkakni oyoq suyagidan ham yaratmabdi-da. Oyoq osti bo'lishini, xo'r bo'lishini, zor bo'lishini chevar tangri ham istamagan. Ayolni bilasizlar, chap qovurg'adan yaratgan ustoz. Yurakka yaqin, joy, dildor bo'lsin, menga yo'ldosh bo'lsin deb, lekin qovurg'a egri bo'ladi Azamjon. Shuning uchun biz egri qovurg'alar bilan murosa qilib, madora qilib yashasalar olam guliston. Mana bu xulosa, ajoyib. Endi ideal oila formulasi yo'q, shunday xulosa qilsak bo'ladi. Har bir odam o'zini baxtini o'zi shakllantirgani kabi o'z oilasi uchun ideal formulani o'zi yaratadi. Faqat eng muhimi bu uchun izlanishimiz muhim. Ya'ni har bir yigit, har bir qiz men qanday oila quraman kelajakda, qanday bo'ladi, qanday qadriyatlarimizga ega bo'lamiz, turmush o'rtog'im qanday bo'lish kerak deb hozirdan o'ylash kerak, fikr qilish kerak. Faqatgina yoshroqni olib tarbiyalab olaman, aytganimni qilib yuradi.
bunday Bo'lmaydi, bo'lmaydi afsuski oila unday ishlamaydi. Siz o'zingizga do'st tanlayapsiz, umr yo'ldosh, qul emas. Buni ham albatta o'ylab ko'ring. Ko'rsa o'zini xosiyati, xayr, salomat bo'ling. Xayr.